Voy. Qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshimi? Salomat tudingizmi, Tahrir? Shonalar o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib yetdi. Qarayapsizmi tutibsiz? Ahvolingiz yaxshi. Salomat tudingiz. Alloh tinchlik. Bu nima qilamiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotga qarab. O'tgan qirliq istakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasidan. Aras, bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olganmiz. Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab turadigan bola ekanda. Shuna ular buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytman deb otasi o'lab qo'yibdi-ku. O'lab qo'yibdi-ku, jimiqib ketibdi qarab. Jimiqib ketib, bir mezgildan keyin buning ko'ni kesilib qo'zg'alib kelib qarab. Shuna ular yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qoptiki xotini o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olaman erimni deb. Shuna bilan bir nechta tuxumlarni pishirib, choy vaqtida oldirib jiravani tuz qo'yibdi-da. Tuz qo'yibdi-ku, shuna bilan maqaram. Yo'ldosh bundan so'rabdi-da, "Nimishki ravani tuxum pishadi? Bu tuxumni nimishki bundan ravishib ekandan?" debdi-ki, ayol qo'pib shuna bilan. "Ey ahmoq, bu tuxum degan rangdor bo'lgani bilan ichidagisi o'pqa o'xshash. Sening yaylig'ining uning shakli emas, ichidagisi deb qarab." Nimalar deb ketdim. Qaras, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq bir yig'izimni so'rab qo'ymidingiz? Berish kelishib, o'sha kelib ketib, og'rinib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayman demaysiz siz, Tahrir? Yaqinda shu boylar ko'payib ketganning yo'qmi? Bu ko'cha tulg'utlar chiqib ketdi qarab. Men hozir pul tepdim. 3 qatim xotni, 3 qatim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Yakandan nimiler yakıyor? Oy tabili oy. Oy tabiden nimiler yakıyor? O pası yok kırımdaştan. Bu Çamikanning o'ylamga qachon, qaysi oyning qanchinchi kundan boshlab paydo bo'lib qolganligini o'zim bilmayman. Ishqilib, bizning bu cho'ng qoroda har yili to'qotiman degan kam bo'lmaydi. Ba'zida qo'shinlarning to'qolari bizning o'yliga kirib tug'ib qo'ydi. Ba'zida bizning to'qollarning qo'shinlarning mangan xonasiga kirib, qo'sqini bo'shlab, qaqaqlab chiqirgan chaqlarim bo'lib qoladi. Ayolimning g'alit mijozlari bor. Paloni ekan kurik bo'lib qopti deb
qo'lig'ili chiqqan tuxumlarni yig'ib ekib bosib berdi. Bir kunlarda tuxumdan yengili chiqib, chiqildab yurgan chujilar qaysi bir chaqlarda qarsangiz yo'g'olib to'qib qoladi. Bularning ichidan qora, qizil, chipa, turpanning, to'qsunning, xunanning, xinanning ish qilib, odamning xiyoliga kelmaydigan bir yalarning xilma-xil rangdagi to'qollardan hammasini topib qoladi. Xo'razlari bo'yinlarini so'zib chillasa, mikyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib o'tadi. Mening aqo'rzim baqo Amerikadan kelgan, Amerikadan yana andamanda emas. Yaq Zuntunlar o'tirib qopadigan yer bor, Oqsaroy. Shuning yendiki bir qo'radan tuxumdan chiqqan. Burun qilib egisi bor, yilda bu qo'razning tug'ilgan kunni o'tkazib berdi ekan. G'ay Zuntunning vaqti bo'lib qolsa, bu xotirga o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zuntunning ayoli bu qo'raz omroqliq tutib ketadi. O'z qo'lim bilan bir dansa biray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikdir, ko'ngillikni dastlab söylab, qo'razni oldiga mullaga dedi. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gestlarining hammasiga xonishni molliq qatqizib o'tgan qo'raz deb cho'ng xatlar bilan qo'razning suratini chiqardi. Nurg'un kishilar bu qo'razni ko'ramiz deb Oqsaroyning atrofini qalayim-qalliq qilib o'tibdi. Keyin Zunton nurg'un pul bilan bu qo'razni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bir joyga polib o'tinglar deb buyruq berdi. Bizim hali Oqsaroyning oldiga kelib tuqqan bu qo'raz yaxshi qo'raz ekan. Agar polaydigan bo'lib qolsanglar, bizning jungodagi tuqqanlarni qo'rasa palanglar deb mening adresimni yozib beribdi. Shuning bilan bu qo'raz mening qo'limga chiqqan. Bana. Hey, sen o tuqqani Oqsaroyning oldida do'g'apchilik qilamsan? Ya, do'g'apchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qarqatib nali. Nala? Gapimga ishonmayapsan? Men qara, u Oqsaroy deganning ichiga bor, dunyoning hamma yerdan o'tqashdek esil gilamni silg'ayo. Degan nalliq oyoq bilan bor, kirishga bo'lmaydi. Ha? Choy tayyor, choy. Ha, mana hozir. Shunga bizning ayliq tuqqan bor, et deganda qo'pir degan. Ambu bo'l qo'llarini ilib, Oqsaroyning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, niqsni sug'urib, ikeklab, tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'ziga almashtirib o'tmay, qiyiqchal yo'lga sap qo'ygan. Men go berib ko'midim. Anglashib qaraganda, u bizning tuqqanlarning oldida cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chib turib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziqishlar bo'ladi. Hey, bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldimi? Mama. Hey, bu mo'yinda tug'di. Bir taraf. Lekin qara, bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. Bo'padi tuxumni. Chatni o'ltirgan bu. Hey, jira. Chayni mo tayyor qilib qo'yibdi. Rahmat adash, rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqashim pishib qoldi. Hemishira. Demas bilyapsiz hamsa. A chayni gapini anglab, pulaygin gap qoldi-siz. Shu emasmi? Emirjon, undas ma'qul, ha? Kelasan. Bak, tekshirma. Ma'qul, qo'sh. Ha, ma'qul.
Geldiniz mi? Nimde bu işki koltuğu niye aldınız? Akmak otan. Birisi senin gelin yaydıgını, birisi to'qildiğinin gelin yaydıgını. Voy. Daya tova. Bu resme Qo'razg'il aynı tuğdu. Şu bir kısmını oturduk mu? Tova. Bu to'qilning ichidan erkak saydi bormi bu? Voy, qo'yg'ina, voy, qo'sug'ing avaylig'ina. Mana. Voy. He? Sen. Ma çatoğu çıllar atıdı. Nime? Savaldı xo'razchimiz shumliqni tilaydi degan gap bor-ku. Xudoyim. Nima ishdi? Xo'razchimiz shumliqni tilsa, bu mekanchimiz nima bo'lib ketar? Shundaymi? Xudoyim. Assalomu alaykum, Rahim mama. Va alaykum assalom.
Kel balam kel. Bunca geçti kep kapsan o. Ha bana işte. Mene 6-7 mekinim battı. Arasında şunda yaxşı tuğatkan bir çam eken battı qara. Bu tuyuqsuzlar xo'roz o'xshash qiliqlarni qilib, xo'rozdek chillaydigan bo'ldi Ravqan momo. Bugun Zovolda xo'rozdek chillab yurdi. Bu xo'roz chillasa Zovolda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekan chillasi nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'tira balam. Nima ish qo'yib o'tirasan? Bir zamonlarda Hekimboy degan bir kishi o'tgan. Hozirgi mushu 3 yezining yerlari tamam shu odamga qaraydi. Hekimboyning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizg'ayinib qolgan edi. O'g'ilning qizg'ayinib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qanday qiz demamsan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. U chaqlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga so'g'i cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heliqi Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. Umi biz bilan billa so'g'i cho'milgili boradigan bo'ldi. Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zo'ra kiyimini zotili sog'li unimaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zo'rani daryo bo'yidilar o'g'lash-cho'lash besib oldik. 2-3imiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtinni tatdik. Qara. U bechora bizning shunday qiladiganimizni pamlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay, ishtanni qo'shlab kiyib olgan ekan. Ishtinni soldirib bo'lganda bir yulqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodila aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimboy Zo'rani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'madi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyab, uyni, talaning hamma eg'ir yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik bir kuni etizdan bug'doy ekvatganda haru besib elib o'lib ketdi. Ravqan momo, mening chom ekinimning xo'roz qaynab qolgan ishini bu qanday shub ketdi? Shuni bir so'zlab beraman. Bumi bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'la sag'ilsa, odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadigan deb anglaydik. Hozirgi odamlar bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga olib ukol soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi oyalligini ayirib olg'ilimi bo'lmaydi. Hey, sen to'qollarga ukol soldirmagan bo'g'itding. To'g'dama Ravqan momo. To'qog'im ukol soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulmamsan balam. Rahmat Ravqan momo.
Ben bana. Yeni birden oturmamam sen. Bol. Ey. Akra. Ertesi çatoxoni so'yib olsam, bir to'xo qo'rimiz qilib olsam, Allah'ım chaqirib, birdan payz qilmaylimi? Sizin de ertkensiz Osman. O bir to'xo nima yeydi-du? Bo'ldi qiling. Osman? Ha? Çarkozun acaba ne çıkıyor? Evet, bunu acaba köylep dikemem mi otuklar? Oraz emas. Ben sana tanlap bergen çam eken şu. O kızım sayı. Nikiyan da. Oraz okugan bu size. 1000 so'm verim kaldı mı? 4-5 so'm yarak ya. Bunu satamla. Ha. Ne diyken satına? Ne çıkıyor? Ha. Helikə töt çoğamның resim bak kağızın birini versiniz. Satına. Ve muş toxunum 140 satamsız? Soqşalamdı. Ha. Bu benim oyun çet canınızda. Bununla sokuş gerek. Xoraz mı yok? 100 so'm deganga obdan bir to'qlayverdi. Satqan o sizga yapamam sen. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'ng talashgan. Hali ko'z oldimda soqishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azarak satsam bo'ldi. Voy. Mana shu qadar ish qilmay bo'ladi. Voy, üstüne bir tane değiştirsin. Qarang. Baba, annem de futbolda bomsa. Voy, üstüne bir tane değiştirsin. Ben yaman koyacağım. Tamam, mantık olmak istedim. Bravo.
Qarang. Kaçtım abi. Yaman kurat gua. Yusuf satamsi. Güzellikten bu satamla. 2 so'm satdingmi bu? Altımı turan bilen şatak. Şöyle tutakta o da aldı. Bizim de kazmışlar şunu. 500 so'm. Şöyle tutakta o da aldı. Hey, 500 dedin mi? He 500 dedim. Çapının evat et xoras tunjiq bo'ldi. Naqsana pulini. Pulini andaq-mandaq xoras emasligini ko'rding ku? Hozir yanchig'imda aran 100 so'm bor ekan. Ama 100 so'mni yeb tura. Qolgani o'yini ko'sib qo'ygan. Voy, ma. Keping nimada qiziq? Hey, qarz yo'q odam. Sen menga o'yingni ko'rsatib qo'ymay, mening sana ko'rsatib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on erkaksan. O vaqtda ben sendan topmam. Hem ma 100 ko'z zakalat bo'ptisan. To'ysam obirlagan chaqda tuqib. Xudoyim. Buna. Hey, aka. 100 pulun aka. Ha, gel.
Şuna oturmam sen. Yolda yoluna vurma. Qaytib keldingizmi? To'g'on satmabsiz-ku? Setatdim. Chiqish kuniga kelib, qolgan pulni berib aytilgan bo'ldi. Ha. Voy. Nima bo'ldi? Bak to'qim oyoq tushib ketdi. Baba bakar bu to'qimlar sen. Anne çok iyiydi. Selamünaleyküm aleyküm. Esma'ya aleyküm. Kimseye kuraz girdi. Mekiyan çok aşağıdan mı? Yak koygan kıvırlan şu. Eseri bu. Biz geldiniz. Ha. Hey! Tamam. To'qin akettin kamidimi? Ha, yo'q, keldi. Ha, bo'ptilar. Zaklat pulimi mening da. To'qim mening da. Kamsina. Voy, nega kirarmish ishga urib ketsan va? Kira. Hey! A charg'urzing nerab tura? Andiga kiray. Voy, o ish bo'lmasa seni tishlab olgan, kira. Voy, tishlaydigan. Abiyam bilan balamni qo'g'lab, yurkinibdi. U tekchiliglar o'tdi deyman. Voy, ashlayaptimi? Atiga men darvozani oldi o'tasam, men uşaq balalarning hammasini qo'llab yurgin oldik. Shuni bilan men uni yondirib kirdim. Mush mekiyanmi? Voy, mekiyan tuxum tug'atgan mekiyan. To'qilib. Bu xo'roz qilib o'xshaydi bu. Voy, nima bo'ldi ekan top?
Tacılar kötürülüp bir kısım olup kaptı. Kira buldu ya otur tamam yap. Mayak kelin ay mincan Joseph kelin. Otur. Hoş ben öz bala tayarlık program. Bu ançoviç mekanlık mandalda kına söylendi ya. Estağfurullah. Ta. Bunda buldu. Ta. Hey, hoş geldin. Burada batalım sen. Hoş geldin Zafer. Ben çıkımı demem size. Akılaymayacağım. Tamam, bak. Ya tamamına çıkmam sen. Bana beyaz kaldı. Bu yüzümde çok ürgen ha. Müzik çok ettim ha. Harp bu ha. Su yüzümünde dokun ha. Çekişler bu ha. Ne bu ha? Çekişmeyizler bakın ha. Ha bakta çok iyisin. Bu yüzümde çok ürgen ha. Müzik çok ettim ha. Harp bu ha. Su yüzümünde dokun ha. Ok geldi bu ha. Ya biz dokun ha dedim. Dokun izle. Eski dokun. Sa itimiz ne bu?
Ve lakma, ben sen Amerika Aksaray'dan ekeldiğimde taklinip yürsem, kika işine, git sen koku bekel dallarım. Hudayım. Vay! Sevgizden! Bu işin boğuluya kalkasana! İşte altıma! Ülküzüm züt bakmaktan boynlarını zütmeye götürse! Nerede pedaldı bu sana? Ulan kim ulan? Vay Emincan kıra. Bol da. Oraya sürgüm yok. Ne çıkar? Bu önüm burada hap görürsen bu. Hapım var şu. Elif çarpıkhanı korasa mikanda pesem kılıvattım. Senin mikanlarının koraz kolayga ünür haken ha? Ya ben sana düşendirdim ulan açık ettim. Bu burundan tuxum tuğvatlan mekan. Boldu. Bunda geplerin uçuyor şamalık kıttı. Koraz desem muş imin talışıdı dep mikanda koygan degin ha? Toku hazır kapırıp, sokoşturup bazaq sağınығын anıldım. Elbette sen bizde koşunu olgan deken, ma toğunu satılgan buldun. Alamsa almamsa dep koyduğun yerin yok mu? Kaksanıgan pulunu ben sana yamandım ya. Sen degin ha, bazar ne çıkıldı? 500. Bol, 500 soğan, mendin ha. Ay bireyler zaklat durup koyup ketken, ya kep o toğun eketmi? Oldu. Anladım. Bilek zakirgen kımavaz, üstün pulları, kağını tapan emmeye palak şuttu. Vakti ekemegen ki pulu kaytırıp et. Ay vakti satomanda sen bir tane Olma sende kim o balda tenim olmamsa? Vakti tüyüm satomanda. Abla hep gel. Hey, mekile mesan de. Ay şu vursun çüyücü vakti da, ben üz kulağım bile tallat bergen cuma. Nime? Mana. Boyunda unutup kalırsın mesmo. Bir kere bana müşahede. Kallağını sen gültep, yecicip oturapsın. Mana, Osman nim buldun? Xiyal besoptuğu dedim. Nim xiyal dese, muturum işinin uyumamdı dedim. Gam deyip kese. Bir uptan uldeçim o yerini keliştirip, buğday konak terip aldım. Yandı mı gam bu? Bu işten gam dedim. Ben, hey Osman, kuş degen biznesin yegi ters bolgan bolsa, yerlerin hiçim termay. Kuşlu terip alattın go desem sen. Vay. Unda olduğun bolsa, yerlerim tügel, muş korurum kun terip alttım dedim. Şu arlıkta işkeylerinin etkeş götürüp, çüz götürüp, mayak ötek getir. Oy Osman, mana. Bu işte işki tutlap aldığımız geldi. Çüzcüden 10-20'ni setip alsan, koş degen şunmesme dedi. Sen, qini dep işinanın topusunu qeqip, orlandın turdum. Hey, çüzcanını satamsa dep toldum. Ola etkeşini yegi aldı. İşkimiz berip qarısak, tek seyraq tükürdün ağırlamagan çüzcüler çok qıptırıptı. Danısı bir koy dedi. Ben soruluşup oturup 80 tiyindim pütüştüm. Ala Osman, hazır bu vakta 80 tiyinga nim beri da? Manыңды onun için bekip koysan, çoğunuz koya oysan boş. Tuxunun satsan pul dedi. Sen yançıklarını tepiştirip, onun için çöz aldım. Endi o isim kelgende? Hudayım. Ve, mama bana, sana bana. Buradayım mı? Uy, nerede o sakım tırılıp ben bak? Ha, şu çak ben süvetinin aldın oturup, birden yaxşı yücünü tallap verdim. Şu ben tallap vergen yücünün içinde birisi bir yaxşı oral çıkıp katken, ben tallatsam dersen set olmay, hakman pulu kaytırıp etsen set olan bir ke? Hey, aştan işlem bağım var. Fakat isim yok ha Senin o isim yok. Hey, Emincan, manda olsun. Sen bu hapınma akıra. Zaklap koyup koygan balını bugün bir saklap bakar. Kese ekte,
Agar bugun kelmasa, necha pul versen berib, aşağı bir etki ketar. Üzem bu zerikten boşta koydun. Uy bu işkala ko'chada o'tirib nima deyishyapsizlar? Uyga kirib qaranglar, uyga kirib. Turinglar. Sizlarning ilib chaqirdiğinizdan qo'rqma. To'xtadimi qo'rqamdi? Ma'qul. Shunda bo'lsin. Ma'qul davsa. Oshta olsin ha? Ma'qul. Ma'qul. Ma'qul davsa Minjon. Rahmat. Ay Rayhan olmay degandek bugün so'yib yarasan bo'pti-ku. Yani oqtib qo'ymagan qarab bozor kech qolib bo'ldi hamda. Hey! Bak çağıraz qana. Ha? Qo'yadi? Xudoyim, nima ketgandi u? Tu. Estağfurullah. Bak Kur'an yok hem de. Hey, abi yok mu? Yok. Yoktu hiç zamanında. Minjon! Oy Minjon! Oy bana! Ya Osman etken biraz sık kopsa Çağkuraz berdigan buldun mu? Oy Çağkuraz yok! Yok! Oy! Allah sen ya! Qora atgani hoyni avaz qilib turgan Qo'raz
Diye kalsam yokturdu. Uğradım gitsem dervaz takak durdu. Şunu olan içinden oğlan bir tanda atılıp şükretim yine izlep kırışı. Oy, fazla gitme. Allah. Estağfurullah. Ne hareket geldi bu? Tu. Estağfurullah. Elik yigit bana 100 so'm zaklat yurib qo'yib ketgan. O kez pulni hashlab bo'lganda ya pul yo'q ya to'qi yo'q. Ha, rost. Elik zaklat 100 so'm zaklat yurib, yani ketga davlatdan. To'xlab ketdim ya. Shundami qilaman? Hech kimga qilmaydi. Hey. Ben sana desem, bu kumava zaten pek terak gelişip gitti. Kimden nerede o kadar vurdu olsa, kol çakman, onu kuyruğu kırıp olsun ekeli olur. Meni alıp alt koruzum öz vaxtida kalksın o çoğular. Ha, yana elik amirchilik to'xuna ketdi. Ha, şuna yenkeге vaqti. Bir yaz, bu hozirda bunun chiqida xo'roz yo'q, kumavasini kuni rasa qizartib o'tdi. Allah. Daya tova. Ne hareket geldi bu? Ha. Bir gün uyda yatsam, o'yla traktor qilgan ovoz anglab qoldi. Yugurib chiqsam, katakda ishga uchoq. To'qi yo'q. Birisining To'lovishdan talog'i taraq uchib ketgan anglab qoldim. Yugurib darvoza ochib qarasam, o'g'ri oldimda yugurib ketib bordi. Yugura hech yetolmayman. Shunda oyog'imni silib, ko'zimni yumib, yugurib ketaman. O'g'rida ish ketdimi? Ko'zimmasam o'g'ri yo'q. Aqim qarsam, o'g'ri meni qo'g'lab kelibdi. Tam buni bu yonda oldimda, tutsam yoshli bir shum. Sap ishni qo'yib, aka degizib, o'razni qo'lam kelib oldi. Oh, Xudoyim! Senmichu yüz ko'z akalatmaydi deb o'g'ri uyon ko'sib qo'ygan ekan. Senmi ahmoq? Bir narsa alamsiz? Ben de çakorazla alıp gittim. Tez koy. Osman eme 3 gün ayaksızını saklap sırf çık ketken kıyın öyle kireydi. Bizden hoşnumuz Emincan'ı kettik geldik. 3 gün ayak Osman eme.
ağlamada yerim kılma. Kepilip kala. Makar. Kömüden koy. Koş koş. Abla, emri geldiniz mi? Bak İmincan degan qo'shnim ne çıkıttım so'rg'a. Sizni zaklat verib qo'ydi deb sotmag'anti. Qarmamsiz, atganda qo'yib qolsam, oqshom bor to'qoy, hech narsa yo'q. Izda İmincan bilan bamiga yerim qolmadi degan. Bo'ldi, men aviyatim deb tushundirib qo'ydim. Bu xo'rozga tufodirdi ko'zlaganda. Ko'nglim tuyib qolgan. Kampini topolmay bir necha kun talaqshidim. Yaram ikki xo'rozim bilan ya talashtirgan ishtimni setib, qarab bu pulni kelin deb keldim. Yana da İmincan'ga qo'shnilar o'g'irlab ketdim ya. Bak o her qanchasini unda qilmaydi. Men so'ng bu yaradigan xo'rozdi da. Voy, o'tmay. Ma'lumsiz ma'qul. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey. Zaklat qilgan pulni so'rdim-a? Ya, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni 1000 so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost 1000 so'mga yaratdimi? Onu to'qoni kim olganda endi? Osmon, texni qo'ymadingizmi? Bunda jelib o'tiraversangiz baribir o'rniga kelmaydi bo'ldi, yetib uxlama. Bo'ldi, sen uxlavr. Sen yaxshi qilsang shu ish yo'q.
aylık her yaşam bir günü toku uyda 3 gün katıldığı yılbaşlar bilemsen. Qaysi yılbaza? Aylık şehrin sırtındaki terterbiye meydanı ki. Bırak ne buldu ya? Vay aa. Saya不在我的路径，saya不在。Koydun! Koydun! 15 gün yok. Şükür, kanda balasana şükür. Oyun başladı ha. Ezgi tutun Ezgi. Kendine durma, kendine durma. Kendine durma. Özkan dur ya adam. Hazır bu qo'raz har yaksham necha ming so'mlab pul tepetibdi. Men o sho'qrazga o'xshatdim. Ana yaxshi o'zingga to'lib baqa.
kendiga turing, kendiga turing. Bu xo'roz mening qo'rsin-ku. Qanday sizning bo'ldi? Jo'da o'tamsan nima? Qanday sizning xo'roz? Shu mening o'g'andikin, shu mening o'g'lidi. Sizning emas u? Siz kimning o'g'lidi? Kendiga turing. Qanday Sabirjon? Sabirjon! O xo'rozning ichi qoldi bu yerda. Sabirjonga shu. Yo'qmi? O'zimiz tentarbiy maydonininki chilisi ekan. Adam işe götürgüyle qattiq bayıp ketibdi. Bu tımadı tutqan puldan başqa muş kirmediler neçim olsunlar pul tapıdı ki. Şehir neçirdi üyü var ki. Oğuluk aşkara tötler otuna varmış. Şu. Nima gap? Men Maqorazni to'niyapman ku. O xo'rozni to'nsang to'nig'ansa. Bir ikkining biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqiradi shu. Hozir buni kim tonimaydi? Bu mening qo'rzim. Senin qo'zing bo'lsa, mening qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini sen o'qimasan, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Hey, qo'zing sizda ha? Sana o'xshash qonaltoqdim. 10 yigitga tortildim. Emdilikda eshitish, sening qo'zingni men o'g'rabdimanmi? To'xta. Gap meni qo'sin, ha? Men sizga o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satqan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilahimma, sizning ma chaqirazni bugun biz kelib, mening qo'zim deydi-ku. Ha? Bundoq gapmi? Ha. Hey. Bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tirib, akaga tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan berib baqmagan. Sening qo'zing turpan qanday berib qoldi? Endi sizlarning adamlaringlar birisi apirib o'g'irlab sotgan bo'lsa, shu yerni akaldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, o'shanda so'rab beqna, gapla. Rost. Eski bu xo'roz og'inamning itdi. Kechida yo'qib ketdi. Hey! Ekbercanma! Ben Sabircan. Bugün bir skili bazarına ait kalayımgan kıvattı. Siz de gelin la, çakkat! Sabircan! Kada avalan, kada. Hey! Sen bazarını kalayımgan kılsa? Ha? Ben bazarını kalayımgan kımıdım fıkam. Bana xo'roz asli meningidi. Qo'lim qo'shnilarning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? Shikoyat qildim ekan, tuyuqsiz bir kechada o'ydan yo'qolib ketdi. Bizda kasam hozir mana yerda turdi. Kichik vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan migrantiyevka. Keyin xo'roz aylanib kelib. Kimni rahmat qilsa? Mana, chiqaman, mana. Sen nimachi ahmoq? Nimda bo'ladi mening qo'rzim pulim yetayapti, ko'klaydi. Kim qo'raz qaylinib qolgan deb sizga. Saqlan oldin meni, hisob qildi. Voy, hukumatning odamlariga yolg'on gapirmanmi? Bu rost bo'lsin, bular seni gaping ishlamdi. Sen Amerikadan kelgan qo'rzimni gapi kim ishindi?
Hiç aklım yetmedi de. Bu çağıraz kanda kılıp bu sabrından kalıp düşüp kaldı ki ne? Sen bek sadağına Cuma. Adır bu kımavazda terakki kıp gitti. Ne kimden obdarak bir gurdu olsa kolu çakkan, oğru tüyürüp olsun oğul tikili. Ben dedim ki, ya sen hüzgü zakarla etken zakirde çokum bir gel. Cihandan nimeler yakşır. Oy tabili oyun. Oy bey o tabilanına yakşır. Opası yok kırındaştan. Opada aşına yakşır. Başına yakşıyor. Oh. Yemiyorum. Ah diyor. Oh. Mal kaşığı mı size? Çok kötü bu. Nasıl bir gel? Ha? Ha bunu buldum da. Hani bak bu ne? Yakında Sabırcan çapraz elip kışkan aynıp gitti. Ya hakikaten turpan görüp neçe bin so'm uçuratdaydı. Navgan Kur'an paysı. Va paysı kırıyor. Unda paysı tuvansa Kur'an'da paysı kırıcı da.
Neri turunlar. Aa, nima bo'lish olsa, net turunlar. Bunlar ketdi bu. Bu Xo'roz to'xtamay ilatni ikki oy qoldi. Sabrjab, Chugnatab bu Xo'rozni o'ltirib qo'ydim nima? Shundaymi? Mana Xo'rozga bu. Uzangimi as. Xo'roz bo'laman deb sangnim yo'g'anchilikdi. Sen qatang ketib tuxumini tuqqan bo'lsam, sana mush kun yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening aşı chag'orzimg'o. Xap, Xudoyim jojongni bera. Sengro tombol kadar. Allah'ım kimistayım bol kadar. Vay yakçılar gördü basa. Gönlü yalan Allah cennet yakısınca Başa sevdiklerim gider Başa sevdiklerim kollarımda Cennet mimarlar Beşin dayalıkladım sen? Ha, bu iş var. Üstünün yerde boş dayalıklı. Balı tuğulmayı turu, bir neresi dayalık kılılmayı ki adaş. Ya otur. Ayağım bir yoksa sırada beş yol tekmezdi. Ulanın şülgenim teyak topsa. Hey. Pazardaki kızıkışını aldın mı? Nime kızıkışını? Eylek çarı Xo'roz rast mikiya çıkıp kaptı mesma. Nima? Hey! Ben sana o rast mikiya etsem üşenmeye otaptın. Ben rast mikiya kalın kaptı mı? Kulaya tava. Rast etkisi. O kanal mikiya kalın kaptı. Onu bir günü bir sokaşık satken bir Xo'roz ile. Sokaşkın unmay. Pokini yeye tıpıylıtla. Hiç kanda amal kılam. Sabrının yüzü çıktı derede. Aşağıdıl harcır boğuzlu. Öyle apırıp kanını yasa işidim bir sap tuğum çıktı. Ben dedim, helaksan yüz göz zakalet egen Zakir oğlunun şirkeye etsem işenmeden. Hey, toğuna Zakir özü oğulattı mı? Çıkılıp ben kömmedim şu kanıya gayet umut baki. To'xtab tur bo'yvachcha. Xo'roz tug'sa, go'yar tug'di deydi.
Hey, bu kichikroq go'har olsa tishimda suzib olay deb oshko'z sabr oldim. Shunda aprutga o'tdi gildi o'tadi. Ish bo'libmi? Jiyon bo'lib qopti. Hey, u qanday bo'lib qopti? Xudoya tavba qildim. Ey Mijan, sen yana hikoyani bir to'qimagansan? Ya bu so'raz. Tek ismini o'zgartirib Sabira edi. O darak bir eçik tigolaydı. Kızıl pekap oturan şemşe oynayıp yürümüş. Xotinlarımı xetlenip uylar ketipti. Balları Murat alışıp şu koydu. Set my up on holiday. Set jump bicara. Ey vuy! To'xtattiringlar hujam. To'xtattiringlar. Ey to'xtanglar. To'xtanglar. Sikletiga bir qiz gapim bor deb nima qilasiz? Qaçmang. O'g'il bo'lasiz. Oh, şu yey. Xudayım. He, nem bo'ladimiz? Sen, ketken xo'ta-xo'ta mo'nak yaptın. Aslında çar toxu deb yazsam to'g'ri bo'lardi. Bu to'xining yoki mekan yoki xo'rozligini o'zim anqiramay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, char xo'rozning jins ayrimi haqida o'zingiz halol bir narsa deysiz.
Thank you.